Assalomu alaykum hamkasblar. Hozir sizlar bilan mana shu kompensasion kondensatorga yana bitta banka qo'shib nastroyka qilishni o'rganamiz. Hozir qo'yilganda reaksiya quvvati yaxshi kompensatsiya qilmay turgani sababli yana bitta banka qo'shish kerak bo'lib qoldi. 20 kvartli banka qo'shamiz hozir. Xo'p, mana bu qo'yilib turgan kontaktor. Buni kontaktori boshqacharoq bo'ladi. Xo'p, mana endi ular bo'ldik. Komanda ismlarini bersak. Hozirgi bankamiz 9-banka bo'ldi. Hozir nastroyka qilamiz. Birinchi kondensator, ikkinchi kondensator, uchinchi, to'rtinchi kondensatorimiz 10, 5, 6, 7-chi kondensatorimiz 5, 8-imiz 20 kvargacha qo'yganmiz. 9 bilan shuni ko'taramiz-da. Hozir 20 kvarlik qo'ydik, endi 20 ga ko'taramiz. Ko'payib ketdi. Yemek vardı, kendisi hatırlıyor.